Organizmning, burunning allergik yallig'lanishi va umumiy shamollash ikkalasida farq nimadan iborat bo'ladi? Allergik rinit bu o'zi organizmning tashqi muhitga sezuvchanligini ortib ketish natijasida burunda yallig'lanish kelib chiqish holati. Bunda asosan 5 ta 6 ta komponenti bor allergik rinitda. Birinchisi bu burun bitish, ikkinchisi burun qichishish, uchinchisi aksa urish, to'rtinchisi burundan tiniq suv oqish, ya'ni rinariya deyiladi. Beshinchisi ko'z yoshlanishi, ya'ni ko'zda konjektivit holatlari keltirib chiqarish mumkin bo'ladi. Va undan tashqari burunni ichini endoskop yordamida ko'rganimizda, burunni ichini shilliq qavatini rangi oq, ko'kimtir rangda bo'lishi mumkin. Bu ham eng allergik rinit uchun xarakterli bo'lgan xususiyatlar. Sinusitlarning dastlabki belgilari. Sinusit o'zi nima? Sinusit bu burun yondosh bo'shliqlarini, ya'ni Gaymer bo'shlig'i, peshona bo'shlig'i, asosiy galvarsimon, panosimon bo'shliqlarni yallig'lanishining umumiy nomi sinusit deb nomlanadi. Bularning dastlabki belgilari nimadan iborat? Burun bitish, bosh og'rishi, bosh har xil joylarda sinusitlarning joylashishiga qarab peshona sinus bo'shliqlarining shamollashi, peshona bo'shlig'ida og'riq beradi. Gaymer bo'shliqlarining og'rishi imini yanoq sohalarida, tepa, chakka sohalarida og'riq berishi mumkin. Bundan tashqari burundan sarg'imtir, ko'kimtir, balg'am, yiring kelishi, ya'ni burun oqishi, burun bitishi, bosh og'rishi va ba'zi hollarda tana haroratining ko'tarilishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi.